Qo'shtepa tumani hokimligi tomonidan hamkor tashkilotlar bilan birgalikda tashkil etilgan Sog'lom hayot uchun 5000 qadam tadbiri keng jamoatchilikning faolligida boshlandi. Do'rmon mahalla fuqarolar yig'inidan oqib o'tgan kanal bo'ylab boshlangan 5000 qadam tadbirida tuman hokimligi, prokuraturasi vakillari, sport bo'limi mas'ullari, yoshlar va faxriylar vakillari ishtirok etishdi. Bemorlar kelganda biz tavsiya beramiz sog'lom turmush tarziga rioya qilishini hamda sog'lom ovqatlanishni. Bunga erta turib, erta harakat qilib, sport bilan shug'ullanish, vaqtida ovqatlanish insonni jismoniy baquvvat etadi. Bunday insonlar hech qachon kasal bo'lmaydi. Korxona tashkilotlari uchun sport anjomlari tarqatilyapti. Stol tennisi, voleybol to'plari, futbol to'plari, shaxmat shashka. Xodimlar o'rtasida turli musobaqalar tashkil qilinyapti. Biz bundan xursandmiz. Bu esa xodimlarda yana ham sportga bo'lgan ishtiyoqni oshiryapti, kuchaytiryapti va aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini rivojlantirishda juda ham katta rol o'ynayapti. Piyoda yurish harakatidan so'ng barcha ishtirokchilar badanni chiniqtiruvchi jismoniy tarbiya mashqlarini bajardilar. Bu sog'lom turmush tarziga amal qilish uchun birinchi navbatda har bir ayol qizlarimiz o'zlariga qomatlari chiroyli bo'lishi, yana ham jozibador bo'lishlari uchun gimnastika mashqlari, sport mashqlari bilan shug'ullanib turish kerak. Ayniqsa ayol qizlarimiz hayotga tayyor bo'lishlari, kelajakda sog'lom onadan sog'lom farzand dunyoga navbatda albatta sport bilan shug'ullanishlarini barcha ayollarimizga tavsiya qilamiz. Badan tarbiya bilan shug'ullanish doimo ayol kishini sog'lomlikka chaqiradi va sog'lom keltirish uchun birinchi dunyoga keltirishga ham bir asosiy sababchi bo'ladi. Shu kungi tadbir barcha ishtirokchilarga yaxshi kayfiyat ulashdi.